Minecraft, lekin men qaragan blok qo'limda paydo bo'ladi. Qancha ko'p qarasam, shuncha ko'p blokka ega bo'laman va bu deyarli barcha bloklar bilan xuddi shunday ishlaydi. Bizning asosiy maqsadimiz esa ajdarxoni mag'lub etish. Bu qo'limizdan keladimi yo'qmi bilib olish uchun videoni albatta oxirigacha ko'ring. Agar shunga o'xshash videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. His qilyapman, bugun bizda juda ham zo'r sayohat kutib turibdi, to'g'rimi? Bir nima deyish qiyin. Sen bilan bo'lgan sayohatlar odatda xavfli, qo'rqinchli va dahshatli bo'ladi. Bu yerda esa qara gulayapmiz-ku, mana gul cheksiz. Men ham super qobiliyatni tekshirib ko'rachi. Mana daraxt paydo bo'ldi. Cheksiz daraxt shunchaki qarashda o'zi kifoya. Faqat keraksiz narsalar ham ko'payib ketyapti. Nolimasan-chi, buncha doli urasan, pachog'isan sen. Nolayotganim yo'q. Ana bu yerda qishloq topdim. Hoziroq mana bularni tashlab qishloqqa otlanishimiz kerak. Adashib qolsang bo'ri yeb ketadi. Shuning uchun orqamdan yur. Fiksay, meni kechir, lekin inventar to'lib ketyapti. Mana men ko'rmoqchi bo'lgan narsa samon. Endi bizda ovqat bilan aniq muammo bo'lmaydi. Soniyalarda bir stak samon. Ochlikdan o'lmasligimiz aniq, faqat mana bu narsani olib bo'lmaskan. Yaramas ekan-da. Nonni yasaymiz. To'shim yo'q ekan, kirka yasamoqchi edim, lekin shu ham muammo axir. Esa jonga tegdi. Qaragan blok qo'lingda paydo bo'lishini hamma bildi. Hayot qanchalik qulay bo'lganini tushunmayapsan-da. Mana bu verstakni ham boshqa yasashga to'g'ri kelmaydi endi. Sen undan ko'ra eshit. Odam yugurmasa ham bu vaqt unga yetib bo'ladi. Yur, temirmi? Nimadir topish kerak. Bir dona topsak ham yetadi. Buni qara. Bilasanmi, bu nima degani? Bizda juda ham ko'p zumrad bo'ladi degani. Kovla. Oxirgisi va 9 ta bo'ldi. Zumrad blok yasaydigan vaqt yetib keldi. Biz boymiz. Bunisi aniq. Zumradlar, juda ham ko'p zumradlar. Mana temir ham topildi. Endi shu taktikani qaytaramiz. Qiziq, agar mana bu blok ko'mirda yoqsa pechkada nima bo'ladi? Ko'mir? Nima, olmos kutadingmi? Temir odamga aylanish vaqti yetib keldi. Mana bu. Temir. O'zi nimaga bu yerda temirdan bino quryapmiz? Nega endi yo'q, quryapmiz-da endi. Temirdan hamma narsa yasadik. Endi lava ko'li topish qoldi. Xo'sh, bu men o'ylagandan oson bo'ldi. Nazarga olg'a. Aytgancha men speedrunnerlarga o'xshab portal qurishni o'rgatdim. Hozir senga ko'rsataman. Faqat suv yo'q ekan, suv berib tur. Dunyoning 70%ni suv bosib yotibdi. Sen bo'lsa suv topa olmasang, pachoq. Yo'q. Nimalar qilding? Hammaylar shu ham yetib qolish kerak. Faqat bir marta tushuntiraman, tushungan tushunib oladi. Xo'sh, mana shunday blokni o'rnatib suvni qo'yamiz. Endi esa blokni sindiramiz. Ajoyib, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Atrofda sal tozalab olamiz. Ikkita blok bu yerga, bunisi ortiqcha olib tashlaymiz. Bu yerga